Assalomu alaykum azizlar, efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi. Assalomu alaykum, bizda dolzarb muhim mavzular muhokamasi davom etadi. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti, xavf xatarning ham turli zamonaviy ko'rinishlari paydo bo'lgan. Kuniga bir marta bo'lsa ham qaysidir tanishimizning ijtimoiy sahifasi o'zlashtirilgani yoki plastik kartasidan pullar yechib olgani haqida eshitamiz. Bu kabi holatlar biz uchun yangilik bo'lmay qoldi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Kiber jinoyatlar, kiber xavfsizlik va kiber madaniyat bugun e'tiborimiz markazida. Shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak, poytaxtimizda noyabr kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi deb e'lon qilingan. Demak, bu boradagi ishlar targ'iboti haqida to'xtalish o'rinli va asoslidir. Shu fursatlarda studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimizga, ekspertlarimizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Demak, suhbatni birinchi bo'lib Muhammad aka, xush kelibsiz. Siz bilan boshlaymiz. Kiber madaniyatni yuksaltirish uchun har bir inson eng birinchi bo'lib nimalarga e'tibor qaratish kerak? Deydi, innovatsiyalarni kirishini yaxshi tomoni bor, ham yomon tomoni ham borda, salbiy oqibatlar ham bo'lishi mumkin. Buni foydalanuvchilarni qanday maqsadda ishlatishiga qarab, masalan, to'g'ri yo'lda ishlatilsa, u foyda keltiradi. Lekin uni zararli taraflama ishlatilsa, firibgarlar tomonidan firibgarlik maqsadlarida ishlatilsa, bu zarar keltirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham biz fuqarolarimizdan, aholidan so'rab qolardik, kiber madaniyatini rivojlantirish, ya'ni kiber gigiyenaga rioya qilish. Biz mana esingizda bor, mana 5-6 yil oldin koronavirus paytida biz har doim nimani ushlasak ham qo'limizni yuvardik, antiseptiklar ishlatardik, maskalar taqardik. Jiddiy kurashga kirishgandik. Televideniyada uyda qoling, ko'chaga hech kimni chiqarmasdan, bir-biri bilan muloqotga kiritmasdan shartlar, talablar belgilangan edi. Albatta. Hozir ham ushbu talablarni kiber gigiyena sifatida biz o'z qurilmalarimizda ishlatayotgan ijtimoiy tarmoqdagi profillarimizda ushbu xavfsizlik choralarini qo'llashimiz zarur. Demak, targ'ibotni kuchaytirishimiz kerak. Shu orqali ogohlikni oshirishimiz mumkin demoqchisiz, to'g'rimi? Rahmat aytamiz. Umuman bugungi kunda O'zbekiston aholisi kiber xavfsizlikka qanchalik e'tiborli, qanchalik mana targ'ibot ishlari olib borilmasin, va kunda kunora bu haqidagi xabarlar bizning qulog'imizga chalinadi. Ya'ni o'sha aytib o'tganimizdek o'sha profillarni o'sha vzlom qilinishi, o'g'irlanishi yoki kartalardan pullar yechilishi. Marhamat. Demak, zamon rivojlangan sari axborot texnologiyalari bir joyda turgani yo'q. Boya aytganimizdek, rivojlangan sari firibgarlar ham asosan bizda endi kiber hujum bitta turi o'sha bizni moddiy boyliklarimizga bo'lgan firibgarlik, o'g'rilik kabi yo'llar bilan egallash kabi turlari ko'paygan kiber jinoyatlarni. Demak, o'sha firibgarlar ham har xil usullarni o'ylab chiqyapti. Biz ham misol uchun bitta usulini bartaraf qilsak, fuqarolarga tushuntirishlarni olib borib, ularga o'rgatib, misol uchun oldini olsak, ular boshqa yangi usullarni ishlab chiqyaptiki, bizdan bir qadam oldinga ketib qolyapti. Lekin o'sha biz barcha davlat muassasalari, korxona, tashkilot, jamoat joylarida har xil usullar bilan fuqarolarga shu flayerlar tarqatib, bukletlar tarqatib, LED ekranlarda ommaviy axborot vositalaridan shu o'zimiz targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Savodxonlikni oshirish yo'nalishi bo'yicha umid qilamizki, Xudo xolasa bunga qarshi. Aynan bugun kunda nafaqat O'zbekistonimizda, balkim butun dunyoda eng ko'p uchrayotgan kiber hujum turlari qaysilar va oddiy fuqarolar ularni farqiga borish uchun eng avvalo nimaga e'tibor qaratishlari kerak? Jahongir aka, marhamat. Hozirgi kunda eng tarqalgan o'sha kiber hujumlardan, kiber firibgarlik turlaridan bu eng yuqorisi bu ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Telegram ijtimoiy tarmog'ida APK fayllarini tarqatish orqali, ya'ni zararli APK fayllarni tarqatish orqali Telegram akkauntlarini o'zlashtirish yoki bo'lmasam o'sha to'lov tizimlaridagi akkauntlarni o'zlashtirish holatlari juda ko'p uchramoqda. Ana shu APK faylda o'sha foydalanuvchini butun kartalarga va uni ijtimoiy tarmog'iga egalik qilish kodi yozilgan bo'ladimi? Uni bosishi bilan shunga egalikka erishadimi hakkerlar? Bir narsani inobatga olishimiz kerak. Sizni qurilmangizdan o'zingiz xohlamasangiz hech kim foydalana olmaydi. Albatta. Lekin siz o'sha APK faylni o'rnatganingizdan keyin ruxsatlarni bergan bo'lasiz, o'zingiz bilmagan holda. Chunki
dasturni oldi tomoni sizga ko'ringan tomonida u narsani so'ramaydi, lekin orqa tomonida siz o'rnatayotganning o'zida nimalardan ma'lumotlar nima deydi, uyali aloqa vositamidagi ma'lumotlardan foydalanishga ruxsat beraman degan punkti bo'ladi, da, shunaqa. o'sha punktini bosib yuborasiz, o'zingiz bilmagan holda. Bilmagan holda. Demak, APK faylni bosish bu hali to'liq shu profilni topshirish degani emas, to'g'rimi? Qachonki ruxsatni bosgandan keyin bu egalik huquqi paydo bo'ladi. APK faylni o'rnatganingizdan keyin o'sha ruxsat bergan bo'lasiz siz. Ha. Mana shunday vaziyatlarda haligi APK faylni bilmasdan bosib yuborgan va bosib yuborgan fuqarodan uni telefonida nechta telefon raqamlari bo'lsa, hammaga bir xil ma'lumotlar yuborilgandan so'ng ko'pchilik o'zini ijtimoiy tarmog'ini, deylik, Telegram platformasini o'chirib tashlaydi. Bu o'chirish bilan yechimmi? Yechimga erishgan hisoblanadimi yoki bo'lmasam bo'ldi, uje orqaga qaytish yo'qmi? O'chirib tashlashga agar uspet qilsa, ya'ni ulgursa. Agar hozirgi kunda shunaqa holatlar bo'lyaptiki, Telegram akkauntini olgandan keyin hattoki o'zi ham o'sha akkauntga kirolmay qoladigan holatlar ham uchramoqda. Ya'ni telefon o'sha Telegram akkauntini boshqa nomerga уже bog'lab qo'yiladi yoki bo'lmasam boshqa nima deydi, elektron pochta manziliga bog'lab qo'yiladi-da, уже u foydalanuvchini o'zi kira olmaydi u akkauntiga. Shunaqa holatlar ham uchrayapti. O'shaning uchun nimaiki fayl bo'ladigan bo'lsa, APK keladigan bo'lsa, ochish kerak emas. Ochish umuman tavsiya etilmaydi. Tavsiya etilmaydi. Hatto o'chirib yuborish kerak, to'g'rimi? Ha, iloji boricha o'sha keladigan bo'lsa o'chirib tashlash kerak. Bu APK fayllarni yaratayotgan, tuzatayotgan va tarqatishga sababchi bo'layotganlarning ildizini qidirib topish imkoniyati bormi? Ko'pchilikni bu savol qiziqtiradi. Ochiladimi bu kabi shu jinoyatlarni egalari? Marhamat, ichki ishlardan so'raylik. Afsuski, bu kiberhujumlarni bizda ochilishi juda murakkabligi sababi nimadan iborat desak, bu transchegaraviy jinoyat hisoblanadi. Ya'ni sodir etayotgan jinoyatchilar O'zbekiston hududidan tashqaridan turib ko'proq jinoyat sodir etyapti. Shu qatori ular o'sha VPNlardan, o'sha maxsus juda yuqori malakali mutaxassislar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar bo'lsa, yana bitta usuli bizani o'zimizni boyaga aytgandek fuqarolarning ishonch soddaligi, boshqa ishonch qo'yishi, shuningdek o'zlarini savodxonligi yetmaganligi sababli inson omili bo'lganligi uchun shu kabi jinoyatlar sodir bo'lyapti. Bu vaziyatlarda hozirgi kunda o'sha Telegram messenjerini boshqa birovga foydalanishga o'tib ketishi, profili boshqaga o'tib ketishi juda ko'plab boryapti. Dastlabki bosqichda ham o'sha yuqorida aytilgan fikrlarga ko'ra Telegram messenjeri boshqa birovga foydalanishga o'tayotgandi va uni orqasidan uni akkauntlari, boshqalari orqali, demak, ikkinchi uni tanishlariga, o'rtoqlariga xabar jo'natish jarayonlari kuchayayotgandi. Va o'zini o'sha aytganimizdek profildan chiqarib olib, uni tanishlariga yoki o'rtoqlariga, hamkasblariga xabar ketadi. Misol uchun menga shuncha pul kerak bo'lib qoldi, zarur pul kerak bo'lib qoldi, menga mana shu kartaga pul tashlab ber. Hamkasblar guruhiga ham ketadi, qarindoshlariga ham ketadi, yaqin o'rtoqlariga ham ketadi. Mana shunday holatda endi biz o'zimiz ham yaqin o'rtog'imizdan xabar keldi, Telegram messenjerdan o'zini rasmi turibdi, rasmiy profili o'zini xabar keldi, qarz so'rab turibdi. Endi misol uchun kimdir kattaroq so'rash, kimdir o'rtacha. Misol uchun oddiy holatda 200-300 ming so'rasa, o'rtog'imiz deb, qarz kerak bo'lib qolib, tashlab yuborishimiz mumkin. Va buni orqasidan o'shanaqa firibgarlar juda ko'p mana shunaqa qilib o'sha jinoyatlarning orqasidan daromadlarga erishyapti. Mana shunaqa qilib oddiy holatidagida. Endi o'shanaqa qilib Telegramga kirib olganda dastlabki bosqichda chiqarib yuboradi. Hozirda endi sal takomillashtirdi bu jarayonni. Telegramda o'sha kirgan taqdirda yangi foydalanuvchi undan oldingi eski foydalanuvchini chiqara olmaydi 6 oy mobaynida. Shuning uchun biz 6 oy muddat, chunki o'shanaqa jinoyat ko'payib ketdi dastlabki bosqichda. Bizning o'zimizda ham o'sha universitetda ham, talabalar orasida ham tarqaldi yoki o'qituvchilar orasida ham shunaqa holatlar bo'ldiki, o'zini profildan birindan chiqarib yuboradi, keyin hamkasblar orasida yoki talabalar orasida tarqaydi. Men o'zimda ham talabalarim orasida o'sha Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinika loyihasida. Yuridik universitetda ham bunday xabarlarni ochuvchilar topiladimi? Endi orasida qaysi talaba kiberhuquq kafedrasida-ya? Yo'q, kiberhuquq kafedrasida unaqa vaziyat bo'lmagan. Talabalar orasida tarqalgan bo'lgan. Meni talabalarim orasida bittasi shunaqa bo'ldida, Telegram endi talabalar bilan guruh bor, dars o'tadigan guruh, boshqa misol xabarlar tashlab turamiz, o'shanaqa guruhga bittasidan fayl kelyapti. Mana shu o'sha APKga o'xshash bir fayl kelyapti xabar bilan.
Endi u o'sha talabamizga birdan telefon qilib uni o'chirib tashladim, guruhdan o'chirib tashlab talabaga telefon qildim. Nima bo'ldi? Nimaga bu faylni tashlayapsan? Men o'zim foydalanolmay qoldim, Telegramdan chiqib ketib qoldim dedi. Xabar yozdim. Bu faylni ochmanglar. Bu qanaqadir o'sha kiber hujum natijasida xabar kelyapti va talabamiz o'zi ham tushib qolgan mana shunaqa kiber hujumga. O'shani aytishimga qaramasdan talabalar ochib foydalanib qo'ygan. 2-3 tasi foydalangan, ularda ham profili. Keyin ularga telefon qilsam, men ustoz telefon qildim, men ochib qo'ygandim. Tezda telefonda o'sha Telegramda foydalanuvchilar ro'yxati bo'ladi, foydalanuvchilar. O'sha tizimga kiring desam, o'sha 2-3 ta talaba kirganda begona foydalanuvchi kirib qolgan. Va o'sha payt u ulgurdi, o'sha foydalanuvchini tezkorlik bilan chiqarib tashlashga. Agar o'shanday holat tezkorlik bilan, endi kiber hujumda, kiber xavflarda albatta mutaxassislarimiz tezkorlik birinchi o'rinda bo'ladi. To'g'ri. Tezkorlik bilan harakat qilmasa, to'ldirib qolib nima qilishini bilmay qoladi bu. Tezkorlik bilan harakat qilmasa, ulardan foydalanuvchi boshqaga o'tib ketishi mumkin edi. Va shuni orqasidan keyin har xil o'sha masalan menga qarz berib tur, boshqa degan har xil xabarlar, ya'ni uni o'rtoqlaridan messenjerdan xabar keladigan bo'lsa, ishonib qoladi, uni ochib yana ko'payib boradi. Ya'ni jabrlanuvchilarni o'sha soni yanada ortib boradi. Ko'pincha xabar keladiki, bu seni eski rasmingmi, bu video seni videoga o'xshar ekan, kabi qiziqtiruvchi shiorlar xabarlar keladi. Biz shu fuqarolarimiz bilishlari kerakki, rasm yoki videolar APK fayl sifatida ochilmaydi. U o'rnatiladigan fayl emas. JPG bo'ladi odatda. Fayl JPG bo'lishi mumkin, rasm ko'rinishida ochiladi, video bo'lishi mumkin, turli xil formatlardagi. Lekin u o'rnatiluvchi dastur emas. Agar o'sha videoni bosganingiz bilan u o'zidan o'zi o'rnatilmaydi. Uning uchun u ruxsat so'raydi dastur. Sizni Android o'sha operatsion tizimi ushbu siz dastur o'rnatmoqchisiz, ruxsat berasizmi deb so'raydi. O'zi umuman APK dasturi foydalaniladigan dasturmi? Amalda mavjudmi? Yo APK virusmi bu? Yo'q, qarang. Butun Android tizimida ishlovchi barcha dasturlar APK kengaytmali bo'ladi. Xuddi biz kompyuterlarda exe fayl o'rnatiluvchi fayl sifatida exe kengaytmali bo'lsa, APK fayllar Android tizimida ishlaydi. Barcha o'sha Google Play'da hammasida biz загрузка qilib oladigan dasturlarimiz o'sha kengaytmada bo'ladi. Faqat shuni biz farqiga borishimiz kerak. APK deymiz, lekin rasm, video APK kengaytmali bo'lmaydi hech qachon. Sizga qanaqadir video keldi, uni bosganingizda masalan dasturni o'rnatishga ruxsat so'raydigan bo'lsa, demak bu qanaqadir xavotir uyg'otish kerak odamlarda. To'g'ri. Odamlarda xavotir uyg'otish kerak. Mayli xavotir uyg'otmadi, o'rnatdingiz deylik. O'rnatib ham qo'yishdi. O'rnatilgandan keyin butun kontaktlariga o'sha foydalanuvchini sessiyasini o'g'irlaydi virus, firibgarga yuboradi. Firibgar serverida o'sha foydalanuvchini sessiyasiga ruxsat ochiladi hamda avtomat ravishda o'sha yuborilgan APK fayl nechta foydalanuvchi bilan kontaktlari bo'lsa, perpiskalarimiz hammasiga jo'natiladi. O'z-o'zidan avtomatik. Endi bunda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda har bitta jo'natilgan o'sha kontaktlarga jo'natganlar bitta-bitta o'chirib chiqish kerak. Agar foydalanuvchi o'zini sessiyasini Telegramdan chiqib ketdim deydi-ku mana. Udalenniy profil deb chiqadi, pользователь deb chiqadi, lekin sizni jo'natganlaringiz hammasi qoladi-da narigi perpiskada. Uning uchun bitta-bitta perpiskalarga kirib, bittadan o'chirib chiqish kerak u narsani. O'chirib chiqqaningizdan keyin bitta keyin Telegramda foydalanish mumkin bo'lgan qurilmalar bor. Siz masalan ikkita telefoningiz bo'lsa, bitta profilga ochib olgan bo'lishingiz mumkin. Kompyuter bo'lsa, desktop versiyasini ochib olgan bo'lishingiz mumkin. Bitta nomerga 3 ta qurilmada Telegram bor masalan. U realniy qilish mumkin bo'lgan imkoniyat, faqat o'sha aktivniy устройство degan qismi bor. O'sha yerda ko'rish kerak, qaysi qurilma unga tegishli emas. O'sha sessiyani yopish kerak. Undan keyin har bitta o'sha qurilmada o'zini ilovalar ro'yxati bor. Ilovalarga kirib, o'rnatilgan o'sha ilovani olib o'chirib tashlash kerak. O'chirib tashlash kerak. Iloji bo'lsa, yana ham nima deydi, o'sha ko'ngil xotirjamligi uchun deymizmi? O'sha kerak ma'lumotlarni saqlab turgan holda qurilmani заводский настройки deydi, birinchi ishlab chiqilgandagi sozlamalarga qaytarish. Zbros. Bu ham demak yaxshi. Zbros qilib yuborilsa, o'sha ichidagi настройкалар o'chadi. Muhammad aka, Telegramni shu tag-tugi bilan o'chirib tashlash muammoning yechimi emas, chunki ular muammoning yechimi emas, yo'q. Telefonga egalikni qo'lga kiritishgan bo'ladi barcha dasturlarga. Bilsangiz agar ixtiyoriy qaysidir nima deydi mana, programma ustunovka qo'yasiz masalan. To'g'risi o'sha qurilma Telegram bo'lishi mumkin yoki Instagram yoki ixtiyoriy bir kamerani dasturi.
u ruxsat so'raydi, kamerani ishlatishga ruxsat so'raydi, diktafon ishlatishga ruxsat so'raydi. Siz hammasiga deb ptichkalarni bosib chiqqaningizdan keyin yoqiladi. Ustunovka bo'ladi-da. Ruxsatni o'zingiz berasiz. Ruxsatni o'zingiz berasiz. Bu xuddi shu kabi. Endi yana bir uni profilaktika uchun hozirda qilish mumkin bo'lgan narsa bizni markazimiz tomonidan check permission dasturi ishlab chiqilgan. Bu qurilmadagi dasturlarga berilgan ruxsatlarni tekshiradi. Qanchalik qurilmaga hamda foydalanuvchiga xavflilik darajasini. Ya'ni har bitta dasturga berilgan ruxsatlar, foydalanish uchun funksiyalarga berilgan ruxsatlarni qanchalik to'g'ri berilganligini tekshirib chiqadi. Check permission degan dasturi Google Play ga joylashtirilgan. U dasturni загрузка qilib telefonga o'rnatilsa bo'ladi. Mana hozir yaxshi tavsiyani yuklab olib turib o'rnatgandan keyin u yerda kritik, yuqori darajadagi, o'rta hamda quyi darajadagi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan dasturlaringizni ko'rsatib beradi. Bizni yaxshi ogohlantiruvchi manba ekan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Amirjon, sun'iy intellekt nima deganda biz nimani tushunamiz? Hozirgi yoshlar nimani tushunadi? Bu sun'iy intellektni har kunlik bazaviy ishlarda ishlatish va u asosiy mazmun mohiyati bu yordamchi sifatini ishini bajarish. Yordamchi ishini bajarish bu sizda mana kunlik qaysidir ma'lumot kerak bo'ladimi, qaysi yangilik kerak bo'ladimi yo bironta narsani tahlil qilib berish kerak bo'lsa, u sizga tahlil qilib beradi. Lekin yaqinda shunaqa intervyu bo'ldi. Sam Altman degan odam, ya'ni OpenAI ning direktori, tanisanglar kerak, hamma ChatGPT ishlatadigan odamlar taniydi uni. U yaqinda shunaqa intervyu berdiki, biz yangi texnologiya, yangi sun'iy intellekt yaratyapmiz. O'sha sun'iy intellekt bizada kiber xavfsizlikka ham endi bevosita effekti bo'ladi. Ya'ni qanaqa uni effekti bo'ladi? Hozir odamlardan ko'ra, ya'ni aytishniklardan ko'ra sun'iy intellekt kiber xavfsizlikka yaxshiroq rioya qilyapti. Kiber xavfsizlikni yaxshi yo'lga qo'yib beryapti. Ya'ni himoya choralarini ham oldini olyapti. Albatta, himoya choralari nimadan iborat? Masalan, hakerlar ataka qilsa, ya'ni ular hujum qilsa agar, ular avtomatik ravishda uni hisob kitobini olib, sun'iy intellekt hisob kitobini olib oldini oladi. Ya'ni jamiki hakerlar kallasida qanaqa fikrlar bo'lsa, qanaqa atakalar bo'lsa, hujumlar bo'lsa, uni oldini olishadi. U sun'iy intellekt tahlil asosida ishlab, hozirgi shu texnologiyani, ya'ni Sam Altman shu texnologiyani Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati va katta texnologik kompaniyalar uchun yaratib beryapti u texnologiyani. Undan tashqari savolingizga javob, u xavf yaratadimi? Albatta xavf yaratadi. Ya'ni yangi usullarni tavsiya etish yangi usullarni ham yangi usullarni ham anaqa berishi mumkin. Yangi usullarni sizga maslahat berishi mumkin. Mana shu usullarni ishlatishingiz mumkin yoki yangi usullarni o'zi tatbiq qilishi mumkin. O'zi ishlatishi mumkin. Masalan, odamlar aytishnikilar uni xavfsiz himoya qilsa agar, u shu lazikalarni topib, ya'ni ataka qilishi mumkin-da. Rahmat aytamiz to'liq ma'lumotlar uchun. Endi Shahboz aka, xush kelibsiz. Suhbatni siz bilan davom ettiramiz. Agar kimdir ijtimoiy tarmoqda shaxsiy ma'lumotlarni tarqatsa, fuqaro o'z huquqlarini qanday himoyalashi mumkin? Avvalambor assalomu alaykum. Ko'rsatuv taklif qilganingiz uchun. Fuqarolarni shaxsiy ma'lumotlarini tarqatishga doir bizda birinchi murojaat qilish kerak. Ichki ishlar organlariga murojaat qiladi, arizalar olinadi va shunga asosan hozir fuqarolar shaxsiy ma'lumotini tarqatish bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda tegishli moddalar bilan javobgarlikka tortiladi. Qanday javobgarlik kutmoqda? Jarimalarmi yoki? Albatta, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46-moddasi bilan ma'muriy javobgarlikni jarima asosida to'lanadi. Jarima asosida to'lanadi, javobgarlikka tortiladi. Shaxsga doir ma'lumotlarning xavfsizligi to'g'risida ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Marhamat. Avvalambor shaxsga doir ma'lumotlar deganda biz ixtiyoriy shaxsni identifikatsiya qilishga imkoniyat beruvchi ma'lumotlar deb tushunishimiz kerak. Ya'ni kim bu ism familiyalari bo'lishi mumkin, pasport ma'lumotlari, o'sha mashina haydovchilik guvohnomasining ma'lumotlari, rasm, videolari, ovozlari va hokazolar. Masalan, siz to'g'ringizda sizligingizni aniqlashga imkon beruvchi barcha ma'lumotlar shaxsga doir ma'lumotlar hisoblanadi. Hamda bu shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun bilan himoya qilinadi.
Endi fuqarolarimizni yana kim o'sha kibermadaniyat, kibergigiyena to'g'risidagi tadbir ekan, fuqarolarga bog'lab ularni kibergigiyena talablariga rioya qilishlari to'g'risida ko'proq taklif bermoqchi edik. Bu qanaqa bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqlarda hozirda ijtimoiy injeneriya degan narsa bor. Sotsial injeneriya, firibgarlar ko'proq o'sha ijtimoiy injener muhandislik yo'nalishini tadqiq qilib turadi. Masalan, o'sha kimgadir hujum boyagidagi firibgarlik amalga oshirish maqsadida bo'ladigan bo'lsa, o'sha insonni oldin o'rganadi. O'rganish uchun bizda hozir ma'lumot qidirish kerak emas, hech qayerqadir kirib, mana kartoteka yoki arxivlardan qidirishmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma ma'lumotlarimiz ochiq turibdi. Telegramdagi profilimizdagi rasmlarimizda, Instagramdagi istoriyalarimizda, Facebookga qo'yayotgan layklarimizdan biz kimmiz, qayerda yashaymiz. Endi Muhammad aka, bir yaqin insonimda shunday voqea yuz beribdi. Unga 78 kodli raqamdan qo'ng'iroq bo'lgan va o'zi haqida to'liq ma'lumotni aytib, seni kafil qilib bir begona inson kredit olmoqchi. Shu kreditni yopib qo'yishimiz uchun sen bu odam taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Yopib qo'yishimiz uchun karta raqamingni ayt debdi. Yo'q, sen shu aldayotganni payqagandan so'ng sen meni aldayapsan, sen palonchisan, pismadonchisan degandan keyin hattoki farzandlarni, oilasi, tug'ilgan yili hamma ma'lumotlarni aytdi. Bu ma'lumotlarni qayerdan oladi? Siz aytayotgandek ijtimoiy tarmoqlarga joylanmagan bu ma'lumotlar. Yo'q, bu ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlardan olish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari hech kimga sir emas, qaysidir ma'lumotlar bazalari sizdirilgan bo'lishi mumkin darknetga. U yerda to'lov, qanday to'lov evaziga shu ma'lumotlarni sotib olish imkoniyati mavjud. Biz buni inkor qilishimiz kerak emas, bu butun dunyoda bor praktika. Amaliyotda bor narsa. Bitta narsani hisobga olishimiz kerak, xavfsizlik hech qachon 100% xavfsiz bo'lmaydi. 99.9 bo'lishi mumkin, lekin 100% gacha xavfsizlikni ta'minlash hech qachon iloj yo'q. Hamda bu narsa o'sha firibgarlik, o'sha APK fayllarga qancha qarshi chora qo'llaganimiz sari ular yana ham rivojlanib boraveradi. Bu zamon bilan hamnafas. Biz bu bilan yashashga majburmiz. To'g'risi, firibgarlar to'xtamaydi. Biz ham uni xavfsizligini ta'minlashga to'xtamaymiz. Uni asosiy qilishimiz mumkin bo'lgan narsa har bitta fuqaroni o'sha kiber madaniyatini rivojlantirib, xuddi shu mana ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerak bo'lsa, har bitta ma'lumotini saqlash, ya'ni parollar o'rnatish, unga ikki faktorli autentifikatsiyadan o'tish majburiyatlarini qo'yishimiz mumkin. Xuddi o'sha ijtimoiy tarmoqlar masalasida, sun'iy intellektlarni qo'llash masalasida. Hozirda mana sun'iy intellekt texnologiyalarini foydalangan holda ovozni o'zgartirish, videolarni montaj qilish, rasmni olgan holda uni video ko'rinishida keltirib insonlarni har xil firibgarlik amaliyotlarni amalga oshirish juda ham ko'payib ketdi. Rahmat. Va shu o'rinda yana bir savolni o'rtaga tashlamoqchi edim. Mana hozir biz hayotimizda juda ham ko'p uchrab turadigan odatiy holatlarni muhokama qildik va yana kiber jinoyatchilar bugungi kunda davlat tashkilotlarining serverlariga ham hujumlarni amalga oshirishmoqda. Bu borada bizning qanday himoya choralarimiz bor? Bu boradagi statistikalar nimalarga ishora qilmoqda? Marhamat. Hozirgi kunda to'g'ri aytyapsiz, davlat tashkilotlarining o'sha veb-saytlari, ularning axborot tizimlarida qayta ishlanadigan ma'lumotlarni egallashga urinishlar ko'payib boryapti. Buni oldini olish maqsadida Kiberxavfsizlik markazi tomonidan WAF firewall dasturiy mahsuloti ishlab chiqilgan. Bu bilan o'sha davlat tashkilotlarining axborot tizimlarini, rasmiy veb-saytlarini himoyalash bo'yicha choralar ko'rib borilyapti. Va bu kabi holatlar qay darajada ko'p uchramoqda? Bu choralar ko'pligi emas, bizni qay darajada uni qaytara olayotganimiz menimcha muhim bo'ladi. Ahamiyatliroq, albatta. O'tgan misol uchun nima deydi? Vaqtdagi mana davrdagi hisobotni oladigan bo'lsak, bunda o'sha davlat tashkilotlariga bo'lgan hujumlarni deyarli barchasi to'xtatib qo'yilgan. Asosiy hujum turlari davlat tashkilotlariga bu DDoS hujumlari. DDoS hujumlari, ya'niki o'sha serverni
ish faoliyatini to'xtatishga, uni nima deydi, ish faoliyatidan отказ qilishga qaratilgan hujum turlari. Mana shu hujum turlarini ham o'sha firewall dasturi orqali saqlab turibmiz hozir. Demak, mukammal dastur ishlab chiqilgan va davlat tashkilotlaridagi shu ma'lumotlar bazasi himoyalangan deb biz aytishimiz mumkin. Rahmat javob uchun. Azizlar, dasturimiz davom etmoqda. Ayni lahzalarda mavzu borasidagi fikrlarni Alisher aka, marhamat, sizdan ham eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kunda respublikamiz bo'ylab kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi ketyapti. Shu munosabat bilan men fuqarolarimizdan ushbu kiber gigiyenasini shakllantirishlari uchun, ya'ni rivojlantirish uchun o'z tavsiyalarimni bermoqchiman. Hozirgi kunda bizga kelib tushayotgan murojaatlarning juda ko'pchiligi, ya'ni fuqarolarimiz jabr ko'rayotganlarning ko'pchiligi ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Telegram messenjerlari yoki bo'lmasam Instagram platformalari orqali onlayn xaridlar orqasidan kelib chiqyapti. Onlayn xaridlar borasida o'sha to'g'risida tushuncha bermoqchi edim. Bugungi kunda fuqarolarimiz o'zlari sotib olayotgan narsasini ko'rmasdan turib, bilmasdan turib, ushbu narsani sotib olish maqsadida to'lov qilishmasini ushbu firibgarlarga murojaat qilishyapti. Ya'ni ushbu buyumni yoki bo'lmasa narsani sotib olish uchun o'sha firibgarlarga yozishyapti. Firibgarlar oldindan 50% pulini yoki bo'lmasa 30% pullarini talab qilishyapti fuqarolarimizdan. Ushbu fuqarolarimiz pulni o'tkazib bergandan keyin fuqarolarimizga qayta aloqaga chiqmay qo'yishayotganda shunaqa holatlar ko'payib ketyapti. Fuqarolarimizdan shuni so'rab qolardikki, o'zi ko'rmagan narsalarni, ya'ni sotib olmoqchi bo'lgan narsalarni ko'rmasdan turib, tovarlarni oldindan pul o'tkazib bermasliklarini so'rab qolardik. Kiberxavfsizlik bu faqat texnik masala emas, balki jamiyat madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi kunda insonning shaxsiy hayoti, moliyasi, obro'si va hatto davlat xavfsizligi raqamli muhitdagi ongli harakatlarga bog'liqdir. Kibermadaniyat bu har bir foydalanuvchining internetdagi xulq-atvori, axborot bilan muomala madaniyati va o'zini hamda boshqalarni hurmat qilish qobiliyatidir. Agar biz raqamli xavfsizlikni o'zimizdan, oilamizdan, ta'lim muassasalaridan boshlasak, jamiyatda kibermadaniyat yuksaladi. Bu esa mamlakatning raqamli mustahkamligiga xizmat qiladi. Bugun biz texnologiyalar asrida yashamoqdamiz, ammo haqiqiy xavfsizlik bu faqat dasturiy himoyada emas, inson ongida. Keling, xavfsiz va madaniyatli kiber makon yaratishni bugundan boshlaylik. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.